Mana mahallamizdagi BMW muxlislari. Mana pultim. Aylantirib kelaman degan va'dalar bor edi. Mana chiqinglar. Kim oldiga chiqadi? Oldiga chiqamiz. O'shlarchi, yoqaga chiqarib ol. Kichkina joyi ham chiq. Chiqadi o'shlar. Sekin eshik, sekin yopiladi-da. Ya. Sizlar eshik regirovkasini ham qochirib yuboradigan bola ekansizlar-ku. Remont topib olasizmi, shart emasmi? Ya bo'ldi, topmay qo'ya o'zi. 100-200 metr yuramiz xolos. Tez yurish yoqadimi yo oddiymi? Tez yurish yoqadi. Qancha tezlikka chiqmoqchisizlar masalan? Masalan, bilmadim. Necha tezlikka chiqqansizlar o'zi? Eng og'risi men 100 ga chiqaman. Qanaqa mashinada? Damasda. Damasda? Bizon Damaslar o'sha. O, Damasda 100 ga chiqqan bo'lsangiz, mana tabloga qarab turing bunda. Mana kamera, telefon sizga mana. Boshqa turadi. Hemen to'xtaman, sizni reaksiyangizni olib tura qolay. Hop, Damasda 100 ga chiqqansiz. Yaxshimi? Ha, zo'r aka. Damaslikchalik bo'ldimi yo uncha emasmi? Damaschilik bo'ldi. Damaslikchalik bo'ldimi? Hop, endi men shoshilib turibman, tushib olinglar biror kun boshqa payt. Yana xotirjam chiqasizlar. Pulni berib ketay, men yana ko'chada qolib ketmay. Bo'pti. Sekin yoping eshikni. Qo'chali.